2025-yilda ota-onamga kachalar olib berishni niyat qildim, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra bu maqsadim amalga oshmadi. Lekin albatta 2026-yilda olib beraman deb maqsad qilgan akalarimiz uchun bir emas, ikki emas, 6 ta kachalarimiz tayyor bo'ldi. Do'stlar, assalomu alaykum. Sizlar bilan Quvali bola. Ko'rishlaringiz mumkin 4 ta lola, 2 ta Eiffel, bittasi ichkarida va bitta xilfason kachalarimiz bor. Sifatlariga, ishlanishlariga e'tibor berishlaringiz mumkin. O'ta zo'r, cho'tki ishlangan. 4 ga 8 profillar ishlatilgan bunga. Ularga 4 ga 4 ishlatilgan, lolaga ham 4 ga 4 ishlatilgan. Sifatlari o'ta mo'shli. Bunga endi kraska sochiladi. E'tibor berishlaringiz mumkin. Ishlanishlari neobычный. Endi do'stlar, narxlariga keladigan bo'lsak, lola fason kachalarimizni 2 million 200 ming qilib beramiz. Oxirgi taqalgan narxini. 2 xil rangi bor. Nima desa bo'ladi uni? Yashil, to'q yashil. Bunisi bo'lsa mebelniy svet deydi. O'shandan bunisi ham o'shaqa mebelniy svet. Keyin do'stlar, suyanadiganlarga e'tibor berishlaringiz mumkin. Xohlagan razmeringizda ko'tariladigan qilib ishlasalaring bo'ladi. Keyin buni bunday yotkizib qo'ysalaring ham bo'ladi do'stlar. Dam oladigan kichkina tapcham bo'ladi. E'tibor beringlar, vaqti mazza. Bular bo'lsa oddiy kachalar, sidinalari ham oddiy. Buni ham zanjirligi bor. Buni ham albatta zanjirligi bor. Bularda yana kichkinaroq bo'ladi. Nariginiki 2.38 bo'lsa, polni bagaminani buchaydan nariga tarafigacha. Buniki 1.60 bo'ladi sidinani o'zi. Nariginiki 1.96 bo'ladi sidinasi. Qolgan hammasi standart bir xil Eiffelniki ham xuddi belgilar bilan bir xil razmeri. Narxlari Eiffelda oxirini 2 million 800 ming qilib beramiz do'stlar. Tevasi tentli bo'ladi. Hammasini hozir aytganlarim hammasini tevasi tentli bo'ladi. Lexan degan materialimiz bor. Aytilgan narxga 400 ming so'm qo'shiladi. O'sha bilan Lexan materialni qoplab beramiz. Keyin Hayfasonni oxirgi narxini so'raganlar uchun oxirgi narxini 3 million 200 ming so'm qilib beramiz. Tentligini do'stlar 3 million 700 ming Lexanli bo'ladi. Garantiyalari 1 yil. Lexanga 15 yil garantiya beriladi, Tentga 5 yil garantiya beriladi. Chirib ketishiga, uzilib ketishiga. Keyin garantiya nimasiga beriladi? Garantiya o'sha ulangan joylaridan sinib ketmasligiga. Xullas, sizga qanday yetib borgan bo'lsa, o'shanday turishiga. Kraskasiga yaxshi kraskalar sepilgan, lekin kraskaga garantiya berilmaydi, chunki bir narsa tegishi bor, silinishi bor, usi bor, busi bor. O'shuning uchun faqat shu turgan muyumni o'ziga garantiya beriladi, do'stlar. Sizlar bilan Quvali bola bo'ldi. Abdurahmon, sog' salomat bo'linglar.